Fikrimcha hammamiz ham rivojlanish xohlaymiz. Internetda juda ham ko'p rivojlanish haqida blogerlar chiqqan, o'zini hayotini vlog qilib boradigan odamlar bor va men ham ularni ko'rib, o'zim uchun research qilib, 6 ta usulni tanlab oldim. 6 hafta davomida bularni sinab ko'rmoqchiman. Qanaqa bo'ladi, qanaqa natijaga erishaman, umuman bilmayman, lekin bu men uchun qiziq tuyulyapti. Hozir men rivojlanishga bo'lgan istagim, xohishim shunaqa ko'pki, men buni motivatsiya bilan, katta bitta motivatsiya bilan kontent qilmoqchiman-da. Lekin bilasizlarmi, bu motivatsiya bitta uxlab tursa yo'qolib qoladi. Bu hammamizning boshimizdan o'tganda, eng qizig'i bunga ham yechim juda ham oddiy. Hammamiz bilamiz bu narsani, eshitib, ko'rib, bilib yurgan narsamiz-da. Ya'ni maqsadlarimizdan kelib chiqib qoidalar qo'yishimiz kerak. Qoidalar shakllantirishimiz kerak. Demak, qoidalaringizni maqsadlaringizdan kelib chiqib, 3 ta struktura asosida yaratib oling, shakllantirib oling. Bu birinchisi shu, o'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Har doim o'zimni boshqalar bilan solishtirganman va eng yomoni har doim Instagram orqali solishtiraman. Ya'ni hayotimiz, o'zimiz bilamiz, hayotimiz har doim ham hammaniki bilan bir xil ketavermaydi. Kimdir yaxshi oilada tug'ilgan, kimdirda hamma sharoit bor va kimdir shunchaki yashashi kerak. Faqat solishtirishingiz kerak bo'lgan narsa bu kechagi o'zingiz bilan bugungi o'zingiz. Kechagidan 1% yaxshiroq bo'lsangiz, bu uje sizning yutug'ingiz. Ikkinchisi bu shu boshlanishiga haftalik reja tuzib oling. Qildingizmi, qilmadingizmi, qilinadimi, jarayondami, hammasini yozib boring, belgilab boring. Shunaqa tadqiqotlar bor, yozilgan maqsadlarning 42% bajarilgan, bajarilish ehtimolligi baland. Yana eng muhim joyi buni qog'ozga yozing. Klaviaturaga emas, notebookga emas yoki Notionga emas, shunchaki qog'ozga yozing. Chunki qog'ozga yozilgan narsa miyangizga yozilgan deb esingizda qoladi. Va men endi yaponcha kaizen degan uslubni shaxsiyatimni rivojlantirish uchun sinab ko'rmoqchiman va bu o'sha boya yuqorida aytganim har kuni 1% ga yaxshilanish, kichik qadamlar bilan katta maqsadlarga erishish degani. Men aytgancha kelasi hafta ko'rishamiz yana.